3 oy qishda ko'zlarimiz yashillikni sog'indi. Ana shu sog'inchlarimizni qondiradigan go'zal bir manzaradamiz. Biz ham sizga da'vat qilib qolmoqchimiz, ya'ni sizga eslatib qo'ymoqchimiz. Bahor keldi, tabiat uyg'ondi, siz ham uyg'oning. Tomorqangizga ekin, tomorqangizda qiladigan ishlar ko'p. Shuning uchun befarqlikka yo'l qo'ymasdan, ya'ni bugundanoq yerga, zaminga ko'chat urug' ekishning ayni fursati, buni boy bermang deymiz. Bu mening tomorqam ko'rsatuvini o'zini haqiqiy muxlislariga eslatmasi. Bizning muxlislarimiz tomorqani yaxshi ko'rishadi. Umuman deylik, xonadonda daromad qilishni yaxshi ko'radigan insonlar. Biz ularga yanada yangiliklarni yetkazish maqsadida ko'rsatuv tayyorlayapmiz. Hozir biz Quyuchirchiq tumanidamiz. Bu yerda azaldan koreys millatiga mansub biz do'stlarimiz istiqomat qilishadi. Shuning uchun ekiladigan ekinlar ham ana shu Koreyanikiga o'xshab ketadi. Mana bu koreys karami, ya'ni biz sevib iste'mol qiladigan chimchi bor, o'sha mana shundan tayyorlanadi. Bu mahallada aksariyat insonlar mana shu koreys karamini yetishtirishadi. Iceberg ekishadi, ko'katlar ekishadi. Tasavvur qiling, qariyb 1,5 oyda tayyor bo'ladigan mahsulot bu. Ko'rib turganingiz 11 sotix maydondagi issiqxona Abdug'ani akaniki. Mana shu issiqxonadan 60-70 million so'm daromad qiladi. Qanday qilib daromad qilishini esa Abdug'ani akani o'zidan eshitamiz. Demak, mening tomorqam ko'rsatuvi boshlandi. Avvalo Abdug'ani aka, assalomu alaykum deymiz. Xonadoningizga kelib, shunday bir jannat ichiga tushib qolganday bo'ldik. Qarang, yam-yashil. Qish endi adog'iga yetdi, lekin sizning uyingizda bahor allaqachon boshlanib ketgan ekan. Ochig'ini aytay, men mana bu nima o'simlikligini ham bilmadim. Bu nima o'zi bu? Bu koreyskiy chimchi, qadoqchasiga bossay deydi. Bu uyg'urskiy lag'manga qo'shiladi, o'zini salat qiladi. Men yeganmanmi ish qilib taomlarda? Yegansiz. Lag'man yegan bo'lsangiz yegansiz. Siz buni qayerda o'rgangansiz buni ekishni? Endi biz chimchini ancha yil bo'ldi, ko'p bo'ldi ekkanimizga. Karslar turadi-da bizning mahallada. Kars mahalla bo'lgan, hozir Beruniy. Shu koreyslar ham ko'p narsani o'rgatib ketganda sizlarga? Ha, endi o'zlari ekkan narsani ekkanmizda. Endi buni daromadi yaxshi buning. 2 oyda pishadi. Kuni issiq bo'lsa tezroq tayyor bo'ladi-da bu, kuni issiqsa. Mana bu kasetaga ekilgan bu. Bir oy kasetada turadi. Bir oydan keyin 3-fevral kuni buni yerga ekkanmiz. Bundan hisoblanadi. Avval ko'chatidan undirib, ko'chat issiqxonada turadi. Qishda qor yog'sa ham ko'chat chiqaveradi. Hozir ko'chatni ko'rsataman, qanaqa chiqarishini. Abdug'ani aka, bu ko'chatxonangiz. Mana shu yerda nechta ko'chat yetishtirasiz? 60 ming ketadi-da bu yerga. Aha. Qanchasini o'zingiz ekasiz, qanchasini sotasiz? 20 ming ko'chatni o'zimiz ekamiz, qolganini sotamiz. Misol zakaz qilgan odamga sotamiz-da buni. Ertaga ko'chat chiqarib sota olmay qolib yurmay, zakaz qiladi, 10 ming tak desang, 10 mingta chiqarib. Ko'chatdan daromadingiz qancha bo'ladi shunda? Men sotsa 20 million bo'ladi-da, daqatsa. Siz yashiryapsiz, hozir o'g'lingiz aytdi, o'tgan yil ko'chatni o'zidan 60 million daromad qildik dedingiz. Yoz bilan chiqaramiz, yoz bilan. Hozir bitta daromaddan 60 million qiladigan bo'lsa, hamma ko'chat ekib bitmasmi? Qatga ekamiz. Yo, qilsa bo'ladi-da, realni mana. Ha, realni qilsa bo'ladi. O'tgan yil mana 60 million daromad qilgansiz. Bu yil ham 20-30 million va undan ham ko'proq qilasiz. Endi ko'proq qilamiz deyapmiz, endi harakat qilamiz ko'proq daromad topishga ko'chatdan ham. Ko'chatni hamma qila olmaydimi? Yo'q. Nima qiyinchiligi bor? Endi uyda bir odam bo'lish kerak-da, qarash kerak. Bu bolaga hisob qarash kerak buni. Ochish kerak, yopish kerak, sug'arish kerak. Mana shuni har bitta mana shu kasetachasiga bittadan urug' chiqib chiqadimi? Urug' tushadi. Tashab chiqadi bunga, ustiga bo'z to'shaymizda, suv beramiz. Urug' chiqarib yubormas uchun. Tashqariga chiqib bo'z to'shaladida, ustiga mota to'salinadi, suv beramiz undan keyin. Siz buncha narsani qayerda o'rgangansiz? Endi men 20 yil bo'lgan pomidor ko'chat, bolgarskiy, baqlajon ko'chatlar chiqarganman-da oldin. Ko'chatdan boshlagansiz? Ha, ko'chatdan boshlaganman. Endi pomidor ko'chatga ham setka yopish kerak. Yosh niholda o'zini yerga ekmaysiz uni. Ha, kasetaga ekib, bir oy kasetada turib, mana bu yerga ekkanmiz mana. O'zi umuman necha sotik tomorqangiz bor? 11 sotik. 11 sotik? Teplitsaning o'zi 11 sotikda bu. Ekilgan yer mana bu. 6,5-7 ming ko'chat ketadi. Ha, 6,5-7 mingta. Endi buning 6 mingtasini hisoblaylik. Mayli 500 tasi kichkina sal o'ramay qoladi. 6 mingtasini o'zi yaxshi pul bo'ladi. Qanday pul bo'ladi? Endi puli 12 mingdan bo'ladigan bo'lsa 10 ming bo'lib qoladi. 10 ming bo'lsa ham 60 million pul bo'ladi-da. Ha, mana shu yerda o'zidan. O'zidan. 2 oyda ichida. 2 oyning ichida. Ha, bundan avval ham narsalar ekkansiz-a? Siz bu bo'sh turmang. Dekabrda iceberg tugagan. 20-dekabrda iceberg tugatib, yer tayyorlab, yer dam oldi bir oy. Bir yilda necha marta hosil olasiz mana shu? 4 marta. Ko'pchilikka biz 4 marta hosil oladi desak, yozishadiki, yo'q, 4 marta qanaqa qilib hosil olish mumkin deb. Mana siz amalda qilasiz shu ishni. Ha.
Buni kasetaga ekib tursa, bir oy naryoqda turgan ekan, 4 oy 5 marta eksa ham bo'ladi. Nimaga kasetada turibdi bir oy naryoqda. Ha, yashang. Bu Endi buni issiqxonalar chiqadigan payti bor-da. Mana hozir o'sha aprelda buning klienti yaxshi keladi-da. O'sha mayning ichida yaxshi ketmaydi. Undan keyin kun issiqda yaxshi ketadi. bu dalada ham ekiladimi? Dalaga ham ekiladi. Dalada 60 kunda tayyor bo'ladi. Bir oy kasetada turadi, bir oy dalaga tushdimi, bu bo'ldi. Bir oydan keyin tayyor bo'ladi. Buni agrotexnikasi qiyin emasmi? Endi daralar shashilib turadi, ana qurt qarshilar. Qurt Kushandasi qurt. endi obrobotkasi bor, mana bir marta obrobotka qildik, bu shu bilan turibdi mana. Kaseta bilan, ana mana kasetalar bilan sug'oramiz mana. Ha. Mana tomchilatib sug'orish ham qilgansiz. Darini ham shu bilan beramiz. Dari ham ekonomichniy-da bu-da. Buning o'ziga 4 qop ketadigan bo'lsa, mana kapelni bilan sug'oradigan bo'lsa, 1 qop dari ketadi. Abdug'an aka, mana shu issiqxonani qachon qurdingiz? Nech pulga tushdi? Mana 11 sotiqda. 11 sotik 60 million pul bo'ldi. Ko'p katta Bunga xarajat 2 yil bo'ldi qurganimga. Buni kreditga qilgansiz? 33 million kredit oldim, qolganini o'zim qo'shdim. Naqd pulga qurib ketishdi. Endi klyonkasini almashtirib tursangiz kerak. Klyonkasini almashtirib turamiz. Endi o'zlari plyonkasi bilan hammasini qurib shunaqa darajaga keltirib ketgan ular. Qarang, 3-fevral bari sovuq edi-da. Sovuq edi mana. Mana buni yapamiz. Bu nima bu? Ultraset. Sovuq o'tkazmaydigan. Yengil. Mato. Yengil bu. Shu o'zi hammasi 27 kilo keladimi, kelmaydimi, mana bu bitta. Ustiga yopib qo'yasiz buni. Ustiga yopib qo'yamiz, duga tiqib. Demak, siz hech qanaqa ko'mir-po'mir ishlashni yoqmaysiz. Unaqa yo'q. Isitish tizimi yo'q. Hech qaysi issiqxonangiz yo'qmi? Yo'q, naryoqda issiqxona ko'cha chiqarganda yoqaman. Gaz bilan yoqaman unda. Kichkina qilib, parnikning ichiga parnik qilib, issiqxona qilib ko'cha chiqarib olamiz. Men bu ko'chat shunaqa narsa, chimchi sovuq tegsa bu urqlab ketadi ertaga. O'ramaydi-da, urq chiqarib yuboradi. O'sha nozik joyi ekanda. Nozik joyi kichkina ko'chat paytda sovuq yegitib qo'ymash kerak bunga. Ha, demak siz qarangda, mayli endi kasetada ozgincha muddat turgan, lekin umuman yerga ekilgandan keyin 2 oyda 60 million so'm daromad qilyapsiz. Hozir 2 oyda bo'lyapti-da. Kun issiq paytda 1 oyda bo'ladi ekilgandan keyin. Ha, demak 1 oyda ham shu natijani qilish mumkin. 1 oy kasetada tursa, bu urug' o'zi 60 kunda tayyor bo'ladigan. Narx juda tushib ketmaydimi bozorda? Endi yozning kuni qimmat bo'lib ketadi. Yozgi kuni qimmat bo'lib ketadi. Chiqarish qiyin-da yozning kuni. Buning ustiga bilan plyonkani olib tashlab setkan bor. Polni setka yopiladi. Bu ham havo isib ketganda yaxshi bo'lmaydimi? Endi ochilib ketadi, havo issiq bo'lgan ekan. O'rash keragi bu. Kuni issiq bo'lgan ekan, mana bular ochilib ketadi. O'raydigan ochilib ketadi. Men o'ylabman, issiqda yaxshi bo'ladi deb o'ylabman. Ha, yo'q, issiqda o'sishi yaxshi bo'ladi, tayyor bo'lishi. Mana siz aytyapsiz-da, biz butun mahallamiz mirishkor deyapsiz. Hamma qo'ni-qo'shni shunday ishlar bilan shug'ullanadimi? Yo'q, bu yerda ridska ham ekadi. Ridskaning ichiga ukrop ekyapti hozir. Qizilcha ekyapti. Bekorchi qo'shni yo'qmi? Bekarchi yo'q. Endi bekarchi bir ogrodlar ekilmaganlar bor, ular kartoshka ekadi. Kartoshka martning 10'largacha ekiladi-da. Hozir shu ogrodlar mahallada kartoshka ekadiganlar bor, oz ekadi. Aslida ridska. Siz faqat mana shuni ekasiz. Bu bilan aysberg ekaman. Jami o'zi yillik daromadingiz qanaqa? Bu ro'zg'orga yetyaptimi? Ya, bu ro'zg'orga uy solyapmiz, yetyapti. Xudo xolasa, mana men bilan kreditni qutulib qo'ysak, o'zimizga to'g'ri qoladi keyingisi. Endi bilishimcha, masalan, 60 milliondan 1 yilda 4 marta hosil ko'tarsangiz, ham 200 milliondan oshib ketadi. Mayli, 150 ming qolsin. Xarajatdan. 150 million ham bo'ladi-da. Bitta buni ekmaymiz, aysbergimiz bor. Yana urug' bilan shug'ullanaman, ridska urug' chiqaraman o'zim. Biz borib boy bo'lish uchun ko'p boshqa hayollar qilamiz-da. Shu tomorqani o'zidan ham boy bo'lib yaxshi yashasa bo'ladimi? Конечно, bu. Ishlash kerak-da, mehr qo'yish kerak ekkan narsaga. Bo'laveradi deb ekib qo'yib qaramasa bo'lmaydi. Endi juda mehnati ham og'ir emas. Og'ir emas, bir marta chopib qo'ydi bo'ldi. Eng muhimi siz aytgandek, toki yerga o'tirg'izguncha uni yaxshilab parvarishlab olish muhim ekanda. Mana tomoshabinlarimizga bu nima qiyinchiliklari bor? Ular o'ylashi mumkin-da, men 1 oyda 60 million daromad qilaman deb ham xayolga berilishi mumkin. Shu issiq sovug'i yopib turish kerak, ochib turish kerak. Issiq bo'lsa mana plyonkalarni ochamiz. Barglariga qanaqadir zang tushib bir narsalar bo'lmaydimi bunda? Yo'q, darilar tushadi, bunga qurt tushadi. Bunga darilari bor. Bu parigini olib boramiz hozir. Men urug' olish uchun parigini kasal bo'lgan parkda olib boramiz, ular o'zlari dari nima qilib beradi, tayyorlab beradi. Dekkan odam qiynalmaydi. Dar sotadi, magazinga borsa, shuning kasalini aytib beradi o'zi. Hamma mutaxassis bo'lib ketdi. Ha, endi u dori sotyapti, bilish kerak. Nimaga qanaqa dori sotishdi. Qarang, uyda faqat shu ish bilan shug'ullanasizlarmi yo boshqa ishlar bilan ham shug'ullanadigan odamlar bormi? Biznes bilan yo davlat ishida? Biz o'zi bitta o'g'lim bor. Kelinim doktor bo'lib ishlaydi. O'g'lingizdan asosan shu ish. Aslida o'g'lim qaraydi. Abdug'an aka, Agrobank sizga mana 33 million kredit bergan, ko'maklashgan mana bu issiqxonani qurishda. Agrobankdan yana bir sizga ko'mak beradigan loyiha bor.
Ya'ni bu Agrolab loyihasi. Ko'rdingiz, yigitlar yuribdi, tuproqlaringizni tekshirib, xolis xizmat sifatida yo'lga qo'ydik, mening tomorqam ko'rsatuvi bilan hamkorlikda. Ya'ni ular sizni tuprog'ingizdan namuna olishadi-da. Hozir ularda katta laboratoriyalar bor, Agrolab. Hamma hududlarda bor, butun mamlakatimizda qishloq xo'jaligini innovatsion, aql bilan rivojlantirish uchun harakat qilyapti ular. Tuprog'ingizni olib boradi, tekshirib, tarkibida nima bor, qanday muammolari bor, qaysi mineral ko'p, qaysisi kam, ishqori qanaqa, tuz miqdori qanaqa, hammasini o'rganadi. Bu bepul sizga. Agar ruxsat bersangiz, ular namuna olishadi tuprog'ingizdan. Yo'q, olishsin. Bemalol menga yaxshi bo'ladi. Abdug'ani aka, hozir biz Agrolab haqida gapirdik, Agrobank loyihasini. Sizga ular beg'araz yordam ko'rsatishini aytdik. Yana bir beg'araz sovg'asi bor Agrobank sizga. Bu kitoblar to'plami. Mana ekin-tikin qilyapsiz. Bu 100 kitob loyihasidan ko'p hollarda bank deyilsa bizda go'yo u faqat pul bilan muomala qiladigan tashkilot sifatida qaraladi, lekin Agrobankning shunday oltita katta missiyasi bor. Buni davlatimiz rahbari qo'ygan. Mamlakatimizda qishloq xo'jaligini rivojlantirish asosiy maqsad. Aholi tomorqalardan yaxshi foydalanishimiz kerak. Chunki xalqimiz tomorqasidan unumli foydalanmas ekan, natija bo'lmaydi. Uylarimizga, xonadonimizga baraka kirmaydi. Shuning uchun shuni ilmiy qo'llab-quvvatlash uchun mana shunday 100 kitob loyihasini amalga oshiryapti. Biz har mavsumimizda mana shu ishtirokchilarimizga mana shuni sovg'a sifatida beramiz Agrobankdan. Buning ichida qarang, qanday ajoyib. Tomorqa xo'jaliklari uchun qo'llanma ham bor. Vaqt topsangiz, mana aytayapsiz-ku, 60 dan o'tdim, bolalar yukni qo'ldan olgan deyapsiz. Siz ularga ilmiy qo'llab-quvvatlash uchun mana shuni o'qib, tavsiyalar berib turasiz. Rahmat. Sizga rahmat. Salomat bo'ling. Kelsanglar, odamlar ham qiziqib eksa mana. Odamlar kelsa o'rgataman. Umuman tomorqasi bor odamlarga nima maslahat berasiz? Ekishchi maqsad qilamanda. Ishlash kerak. Hozir bu yerda mahallada o'sha 40 ta parni teplitsa bo'lib qoldi mana bunaqa. Bitta mahallada. Yo'q, bizning mahallada shu yerda rediska ekyapti, hamma narsa ukrop ekadi ichiga. Lekin chimchi ekkanlar ham bor, endi bir 20 tasi chimchi eksa, qolganlari boshqa narsa ekadi. O'z sizning mahallangizga mana shu issiqxona qilaman degan odamlar kelib bir o'rganib ketsa bo'lar ekanda. Bu ham zo'r maktab. Sog' bo'ling. Mayli, rahmat.